Assalomu alaykum. Xorazmning arzonda ko'p odam odamga kredit chiqmaydi, lekin naqd pulim bor deydigan yurtdoshlarimiz uchun, ya'ni egasini o'zi bilan 100% dogovor etib beradigan, ya'ni mashina topib qo'ydim sizlarga, orqamda turgan Cobalt o'zaro dogovor, hech qanday banklar aralashtirmagan holda o'zaro dogovor beriladi. Xo'p, og'a, sizlar bir shunday zo'r mashinalarni qo'yib turibmiz. Xudo xolasa bizlarni qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib tursangizlar, sizlarga bundan ham arzon, ya'ni mashinalarni qo'yib boraveramiz. Aytganimizdek, mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, durushlari, sossanalari yaxshi holatda ekan. Bilaman og'a, hali like ni bosmadingiz, birdan like ni bosib qo'ying. Xudo xolasa men siz arzonlarni ko'rishda davom etaman. Ko'rsangizlar, farlar ham top-toza turibdi. Ish o'rinda ozgina miyatina bor ekan. Ko'rsangizlar, 4 ta yumshoq balon tozasidan qo'yilgan, hali xirlar yetmagan ekan, hali 10 ming probeg ham yurmagan ekan balon. Ichish holatini o'tadigan bo'lsak, ichish holatlari ham akkuratni turibdi. Bir qo'l ekan, egani o'zinda oldinda turibdi ekan, hech qanday generalning shunday narsalar ham yo'q ekan. Sizlar xohlasangizlar generalni ham beradi egasi. Xo'p. Motor ходовой tokyoli yecherinda texnический hech qanday, ya'ni ошибкасы yo'q mashinamizda. Xorazmning arzonda izzat foydashlaringiz uchun boshlanishini 20-25 million so'm pul bersangizlar, o'zaro dogovor etib beradilar ekan. Bo'lmasa naqd pula, ya'ni takalgani 83 million so'm. Kimga mashinamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa Xorazmning arzon avtosalonimizga kelasiz. Keyingi masala, metanning suroklari ham bor. Bemalol kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Motor ходовой hech yerida ish yo'q.